O'zim 15daman. Bugunga 11ga borman. 15da. Saripuldan kelganmiz. Shu Saripulda ish pish yo'q. Shu yerga kelamiz, g'ishtiramiz. Uychilar luka kelganmiz. 10 nopusmiz. 4tamiz ishlaymiz. Boshqamiz siyosar bor. Ali 2 oy mana shuncha g'ishtirdik. Endi bundan maqam uramiz o'zi. 6 oy. Maktabga ketdim, so'ng keyin maktab tashladim, so'ng ishga mas'ul bo'ldim. Hech maktab borganim yo'q. G'arib nafarmiz. Maktabga borsak, nima yo'q, uyga o'tin olib kelamiz, suv olib kelamiz. Bundagilarga nafar vakar yo'q-da, shunday ham bu vaqtda ish pish yo'q. Qishloqdan beri ko'chib keldik, Chiralzor yerga g'arib qolib qoldik. Aloqam bor maktabga o'qisam. Madrasaga ham bormadik, maktabga ham. Iran tilay maktabga kelsam, nima ishlamasam, shu maktabga o'qisam, nima bo'lsam, ma'lum bo'lsam. Xishti 1000 ga 400 pul beradi. Bir o'zim o'tam munofiqalarim bilan ishlayman.